Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Yaqinda to'y boshlab kelgan obunachilarimiz uchun parda do'konidan pardalar narxini sizlarga to'liq qilib ko'rsatib beramiz. Bu Kamiyat bozoridagi eng katta, ya'ni Marg'ilon Kamiyat bozorida joylashgan eng katta parda do'koni ekan. Narxlarini ko'rib o'zlaring qoyil qolasizlar. Sababi bu yerda shunaqangi katta do'kon bo'lishiga qaramay narxlari nihoyatda kichkina ekan. Hozir Hasanbek akam, assalomu alaykum. Ziyoddin, sog'lik yaxshimikan? Rahmat, charchamaysiz. Obunachilarga to'liq qilib narxini to'chini qilib aldamaydigan tushuntirib. Yo'q, bo'ldi. Adashmasdan keladigan qilib tushuntirib beraman. Xo'p, qalin matolarimiz boshlanishini aytaman. Narxlari 18500 so'mdan boshlanadi. Shular 18500 so'mdan. Xo'p, biriga 280 bo'ladi. Bo'yi kadife deyiladi, matviy bo'ladi. Buni xuddi shuni glansivisi bo'ladi. 21500 so'm bo'ladi. 1 metr bo'ladi. 21500 so'm bo'ladi. Uka, bu qalinlarimizni hozir boshlanadi. Metrdan bor. Mana ko'ring, uka, xohlagan rasvetkasi zakaz beraverasizlar mana. Uka, hammasidan bor. Rangga qarab narxi o'zgarib qolmaydi. Yo'q, unaqa emas. Hammasi rangi bir xil. 18,5 ming so'm, 21500 so'mdan. Endi uka, arzonchi tullarimiz bor uka mana. Xo'p, bularimiz bor ukajonim, 20 ming so'm. Yayro ko'rsatmadi, işte yayroni kunini mana ukajonim, mana vishipkalari zo'r, mana qarang. Bular hammasi Turkiya firmaniki. Endi qarang uka, kirmoshniga so'rasizmi, qo'llayapsizmi, hech nima bo'lmaydi uka. Bular sifati ham, anaqasi ham yaxshi, Turkiya firma. Mana ularimiz bor uka. 25 ming so'mdan 1 metr. 1 metr 25 ming so'm. Turkiya 25 ming. Yuganda shunaqta qilaveradi mana qo'ldan. Agar o'z uy ishlatmoqchi bo'lsan, shularni ishlatasizmi? O'zimni uyimda ham shunaqa pardadan bor. Tavsiya qilasiz. Bemalol tavsiya qilaman. Odam o'zi ishlatgan narsani qarang, ko'ring uka mana. 20 ming so'm, 25 ming so'm, 35 ming so'mdan ukam, 38 ming so'mdan, 38 ming so'mdan, 35 ming so'mdan, bulari bor mana 40 ming so'mdan ukajonim. Bo'yi necha bo'ladi ularda? Xo'p, ukajonim 280 dan boshlab 320 gachasi bor uka, bemalol. Kelinaveradi uka, muammosi yo'q uka. Endi uka keling, mana ba'da tullarimizni ham mana yangiliklari ham bor, ba'da yana zo'rlaridan kelgan uka. Keyin yana bizda shunaqa narsalar bor, yog'ga chegirmalar ham bo'lib turadi. Mana bozorimizda o'zi bu pardalar 70 mingdan sotilgan. Hozir uka 25 ming so'mdan mana shunaqa chegirmalar ham qilib turamiz. Shu narsalarimiz ham bor. Ko'p kelganning hisobiga, misol 15 20 kun oldin kelganlarini skidga qo'yasiz. Albatta, yo'q, unaqa emas. Unisi ham bor, rasvetkasi bundan tugagan ukajonim. Bitta rasvetkasi qolgan. Shularni uka komplektlari qolmagan. Buni 28 ming, buni 25 ming so'm. Uka yana bitta modelimiz bor. O'zi 180 mingdan sotilgan. Mana o'zi bozor uchun biladi. Bular Sahara firmaniki. Parda purishlar bilsa kerak bular. Uka mana 180 ming sotilgan, 30 ming so'm. 30 ming. Metr 30 ming so'm. Metr 30 ming so'm ruloni bor uka. Keyin eng qizig'i ruloni bor uka bizda. Endi uka kelaveradi uka mana. Qarab turing. Bunaqa pardalarimiz bor, yangilik kelgan. Bu pardalarimiz ukajonim 45 ming so'mdan uka. High-techga tortilgan pardalar ekan. Mana bular high-tech klassikaga moslashga bo'ladi. Mana qarang, bularni ham ko'ring uka, o'ta go'zal, chiroyli narsalarimiz 65 ming so'mdan. Kelaveradi uka. Qalin pardalarimiz bor. Uni oldinga aytgan arzon pardamizga keyingi etapda turadigan Jakarta degan materialimiz ukajonim metri ukajonim 34 ming so'mdan. Endi buni bozorda arzoni ham, anaqasi ham chiqib ketgan, sifati yaxshisi ukajonim. Xudo xolasa kelinaveradi. Hammasi korxona narxida. Hammasi korxona narxida. Keyin bizda Felixda degan matolarimiz bor ukajonim, ko'rsalar bo'ladi mana. Toshli bo'ladi, qalin matolar o'rniga tikiladigan, eng oxirgi so'ngilaridan kelgan ukajonim. Bularni ham ukam xo'p 55 mingdan boshlab turib uka 72, 75, 80 minglargacha bor. Uka yangilik kelgan buni. Keling uka ko'rsataman mana. Uka endi buni o'zi hech kimga ko'rsatmay sotardi, endi biz mayli ko'rsataveramiz. Bu komplekt uka, mana qarang. Tuli qalin mana bular hali obrazец qilingan, vitrina qilib tiktirib beramiz, xudo xolasa. Bular endi keldi, mana uka ko'rsinlar. Shunisi ham o'ta chiroyli. Uka uylarga mana ochib ko'rsatay ukajonim. Ochib ko'rsatay. Bular o'zi yangilik kelgan 3D formatda tullarimiz uka mana. Ko'ring uka, mana qarang. Uka buni qarang. Go'zal narsa-da uka bular. Asali chiqadi mana, mo'lari qarang mana, yongi pardalarni o'zini komplektida ukajonim, qarang mana. Bularimizni narxi metri 100 ming so'mdan. Ustiga ham mana Felixdasi ham, bunisi ham 100 ming so'm. Oxirgi kelgan variantlarimiz. Eng sifatli pardalar. Eng sifatli mana ba'zilarni ham ko'ring uka. Oxirgi modellar bularni ichida 45 mingligi bor, 65 mingligi bor, 55 mingligi bor ukam. Har xilligicha bor bu yerda. Xo'p, ukajonim 55 mingdan boshlab turib ketaveradi uka. Baqa 100 ming, misol 90 ming, 80 minglari ham bor. Ko'p. Assortiment ko'p. Endi har bittasini ko'rsatsa 80 ming, 90 minglar ham boshqa joylarda qimmatroq sotiladigan bo'ladi. Albatta, mana ukajonim misol bir xilga toshlaymiz. Mana keling, uka mana bitta tushirib ko'rsatib ketaveray ukajonim. Mana bu bambuk material, toza narsa. Bular o'zi uka 100 ming sotiladigan turlar, ko'ring-da. Tay bambuk. Uka 77 ming 400 so'mdan. Ko'rib ko'rasiz. Mana uka. Eng qizig'i bularda rasvetkalar. Bunisi uka undan ham arzoni 64 ming so'mdan uka. Mana sifati zo'r, bunga qarang uka. Yevropiskiy stilda mana ochib ko'rsataman.
hali ko'pchiliklar keladi, ko'pchilik pardani aytishaveradi, u narxini bu deyishadi-yu. Kelganlardan Bizda keyin hammasi realniy narx. realniy narx, realniy Bemalol narx. kelib o'zidan ko'rsaling ham bo'ladi. Har bitta pardada shunaqa Endi strip uka, kodlarini bunaqa- narxlari ostida yozib qo'yishgan. Bunaqa bo'laqchalari ham kelgan, mana ko'ring, nima bo'ladi uka, mana takrorlanmaslari bular hali bisserga qarang, bu bisser, qarang uka, toshanbasi uka. Eng qizig'i bular kir moshinaga solsa ham sog' chiqadigan tunlar. Materiali bambuk, cho'zilmaydi, netmaydi, hech nima bo'lmaydi ukajonim, sifati yaxshi tunlarimizdan. Keyin endi yuring uka, yana men sizlarni qalin matolarimiz bilan tanishtiraman ukajonim. Qarang uka. Xo'p, diamond degan materiallarimiz bor uka. Keyin yangi materialimiz Atachento'larga o'xshagan hozir remontlarga rasta zo'r tushyapti ukajonim. Bularni uka 5 xil rangi kelgan ukajonim, ko'ring-da. Sochniy ranglar hammasi hadavoy. Uylarga rasta mos hozirgi remontlarga, naqalarga tushayotgan ranglarda. Narxini aytib ketamiz. Xo'p, narxi 65 ming so'm ukajonim. 65 1 metr 65 ming so'm. Bu chevar bilan kelgan mijozlar uchun alohida chegirmamiz bor ukajonim. Xudo xolasa ko'rasizlar. Bularni yana boshqacha qalin yupqa stillari bor. Bu o'zgachalar. Svet ham foyda chiroyli. Bular sochniy ranglar. Hozirgi hakka sveti bor ukajonim. Mana bu svetdan o'ta chiroyli narsa qarang uka. Yangilik. Zilonka deb zilonka emas, xamilyonga o'xshaydi ukajonim, qarang mana. Hozir remontlarda ham, mebellarda ham shunaqa svetlar rosa Shunaqa svetlar trendda chiqyapti ukajonim. Keyin bunaqa tureyskiga o'xshagan jakartalarimiz o'xshagan materiallarimiz bor. O'zi bularni o'zi 120 ming, 110 ming sotiladi. Eng qizig'i bizda bunaqa yangi sochniy ranglar bu, narxlari va bizda bir xil 77.500 so'm mana ukajonim, ko'rsangiz bo'laveradi uka mana. 77.500 so'm. Biz bemalol qo'rqmasdan narxini ochiqlab chiqaveramiz. Nimaga? Narximizga ham ishonamiz, materialimizga ham ishonamiz. Arzonligiga ishonamiz. Arzonligiga ishonamiz. Bemalol kelib ko'rishaveradi uka. Mana ba'da ham boshqachalari kelgan uka, mana ko'rsinlar-da. Keyin bunaqa hozirgi ko'pchilik европейский xonalarga ko'pchilik bunaqa blackoutlarimiz bor uka. O'tgan safar videoda ko'rishgan ekan, TikToklarimiz keldi, shu material zo'r ekan, yoqib qoldi deyshodi. Yana ko'rsatyapmiz. Qarang uka mana. Ikki tomonlamali uka. To'xtaronli bo'ladi. Mana buni ham ko'rsinlar-da, kelingda, bu orqasi umuman o'zgacha narsa. Bu blackout uka. 75-80% уже o'tkazmaydi quyoshni uka. Sifati ham zo'r, high-tech uslubda uylarga ham vaqti zo'r chiqaradi uka. Mana har rasvetkasini ko'ring uka, mana rasvetkasini 10 xildan oshiq rasvetkasi bor ukajonim. Mana hamma ranglari bor uka, bemalol kelinaveradi uka. Endi uka yuringda, men sizga atnatonniga skromniy tunlar oladigan chevarlarimizga, mijozlarimizga ko'rsatib o'taman uka. Mana bularni ko'ringchi uka, mana. Bular ham o'zgacha narsalar mana uka. Bunaqa etagida bor narsalar kelyapti. Yangilik hozir ko'p mijozlarimiz shunaqa narsa xohlashyapti. Ortiqcha bachkana bo'lmasin, ozgina etakchada guli bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana shunaqa narsalar olib kelib berganmiz ukajonim. Bularni ko'ring. Endi bularni ukajonim asnovasi bambuk. O'zi bambuk desa hamma o'zi yaxshi biladi. Allergiya bermaydi, setkaga o'xshab cho'zilmaydi, hech nima bo'lmaydi, havo o'tkazuvchan bo'ladi, sifati yaxshi bo'ladi ukajonim. Narxlari ham nihoyatda arzon chiqargan. Narxlari uka o'ta yaxshi, bexijolat. Mana mash pardamiz o'zi misol sifati zo'r edi. Oldin kelgan partiyalarimiz qimmat, bu arzonroq kelib 90 ming so'mdan ukajonim. Sifati bambuk. Grey setkasini ham sotishyapti shunaqa narxlarda, lekin bizda bambuk materiali yaxshisi ukam. Mana bu modellari ham shunaqa bir xil ukam narxlari. Endi bunaqa modellarim ham bor mana. Bular ham o'ta sochli narsa. Bularım 85 ming so'mdan ukajonim. Keyin ko'pchilik aytadi, shu bambuklaringiz qanaqa bo'lsa kerak deganlar uchun mana bularda arzonchi variantlarimiz ham bor mana. 60 ming so'mdan ukajonim mana. Ha, farqlari lekin. Endi buni yana bitta farqi, arzonchisi bor. Bular 45 ming. Bu nima farqi deyishingiz mumkin. Grey setka bo'ladi. Grey setka. Setkasida. Uni chevar opalarimiz o'zi yaxshi bilishadi. Mijozlarimiz kelsa o'zimiz tushuntirib ham beramiz uni. Har bittasi buni sifati mana bunaqa, hali bizda o'xshatib olish degan narsalar bo'lmaydi uka, bemalol. Har bittasi korxona narxida sotiladi. Albatta, korxona narxida uka, bemalol ko'rishingiz mumkin. Lekin hozirgi zamonaviy setishli narsa, setkalar bu uka kelingda, bunaqa setkalar hozir o'ta urfda, trendda uka. Mana shunaqa narsalar o'ta ko'p ketyapti, ham ko'p talab bo'lyapti hozir. Kelinchaklarimizni xonalariga ham mana shunaqa narsalardan qilib beryapmiz. Uka ko'rsinlar-da mana ranglarini. Hammasi hadavoy ranglarda. Eng qizig'i bularni uka, ishonavering, fason qilib tiktiryapmiz, sotyapmiz, ulg'itolmayapmiz setkalarimizni. Ko'ringda, mana ranglarini, hamma ranglar. Eng qizig'i bitta modeldan 4 xil ranglarimiz bor uka. Ranglaridan behuda. Mana eng qizig'i hammasi hadavoy ko'ring uka mana. Hammasi uka. Keyin bu setkalarimiz narxini ham tanishtirib ketaylik-da, so'rashadi, narxlar aytmayapsizlar aka, u ekan bu ekan. Setkamiz narxlari 85 ming so'm 1 metri. 1 metr 85 ming so'mdan.
bularimiz bor, setkamiz 1 metr 65 ming so'mdan. Buni ham ko'rib keting. Bu setkamiz kelgan. Bu keyin bitta narsaki, hozir ko'rayotgan narximizni misol qimmat ekan sizlar bu deydiganlar uchun kelinglar, men setkani haqini tushuntirib beraman sizlarga. Bularning arzoni ham bor, lekin bizda sifatligi metri 130 ming so'm. Xo'p, bu setkamiz bor. Xo'p, bu setkamizni 1 metri 125 ming so'm. 1 metri. Lekin sifati uka mana yaqinlashtiring uka mana buni ko'rishsin. Sifat sochning eng qizig'i grammaji og'ir setkalar. Hali Xitoy prostoy setkalar chiqqan yengil unaqalardan emas. Mana bunaqa setkalarim ham kelgan uka mana. Sochni o'zi chevarlarimizga qo'yib bersa o'zi juda yaxshi bilishadi o'zi. O'ta chiroyli chiqargan. O'ta chiroyli narsa metri bularni 137 ming so'm setkalarimiz ukajonim. Boshqa joylar bilan ancha farq qiladi. Ukajon bemalol o'zi bizni bilgan o'zi yaxshi biladi o'zi uka. Kelinaveradi ukajonim. Keyin mana bunaqa qalin partiyalarimiz bor mana Turkiyadan kelgan. O'zi bularni ham tanishtirib o'tsak bo'laveradi. Bular ham o'ta chiroyli chiqyapti. Bundan ukam bitta ko'rsating, tiktirib berganmiz fason qilib do'konimizga uka mana. O'ta chiroyli chiqqan ekan. Ha, o'ta chiroyli narsa, evropskiy stilda tikilgan, high-tech uslubda ukajonim, qarang mana. Turishi ham zo'r. Nech pul buni narxi? Xo'p, 1 metri 324 ming so'm 1 metr Turkiyaniki. Bular sifati a'lo. Eng qizig'i, o'zi matolarimizni bunaqa partiyalarda eni 280 gacha bo'ladi, yo ja borsa 3 metrgacha bo'ladi. Biz buni asosiy zakasiya qildirganmiz 320 bo'yi. Baland xonadonlarimizga ham to'g'ri kelaveradi ukajon. Lekin hozir metr nechta qimmat ekan deyshadi, lekin ko'p metr ketmaydi bulardan. Albatta, yaxshi aytmayapman. Siz ham juda aqllisiz. Ko'p video olyapsiz, tushunib ketyapsiz ukajonim. Eng qizig'i chevarlash mumkin. Parda o'zi metri qimmat ekani u deganlarga buni metr ko'p ketmaydi. Ko'p ketmaydi. Bu degani materialda o'zi bo'yi bo'ladi. Mana shunda olsangiz, ja borsa 2-2,5 metrdan olsangiz bo'laveradi. Endi uni chevarda holatidan kelib chiqib turib, chevarlar tavsiya qiladi, lekin oz ketadi bu. O'zi qimmat ketadi. To'g'ri uka, shu narsani to'g'ri qilib ketdingiz. Mana bu tullarim ham ko'ringda ukam. Asnovasi bleskli tullarim. O'ta chiroyli narsa bular. Bu narxi ham ancha arzon uka. Buni Adnatonga o'tganda ko'rsataman uka. Keyin bitta tullarimiz kelgan. Kelingda uka. Hozir ko'pchilik yangicha stilda parda tiktirayotganda mana bunaqa stillarimiz bor. Ko'ringlar-da mana qarang. O'ta chiroyli narsa. Mana shunaqa setkalarimiz eng qizig'i, mana shunaqa qilib tikilgan setkalarimiz bor. Ko'ringlar-da mana. Eng oxirgi kelgan modellarimiz. Amerikancha stillilari, mana Amerikan kartajlarda tikilgan turlarni ko'ring ukam. Eng qizig'i mijozlarimiz uchun ishlatgani zo'r narsa. Qara, ochib yopgani ham mazza. Kesalar yaxshi yurar ekan, ha? Zo'r yuradi uka. Umuman tushib ketdi. Muammo narsa mijozlarimizda pardasi tushib ketsa to'g'rilashda muammo. Chevar chaqirtiraman deydi, o'qildiraman, bu qildiraman deydi. Ular uchun bu umuman tushmaydi, Hozir ko'rsatgan setkalaringiz bu ilingan holati. Ha, bu mana ko'ring uka, sochning turibdi uka, bemalol. Turetskiy modellar chiqadi ukajonim. Olibda chiqaveradi ukam. Eng qizig'i bular eng oxirgi modellarimiz faqat bizda kelaverasiz uka. O'tgan safar siz bilan yangi partiyalar ko'rsatib, biz oshxonaga pardalar ko'rsatmabdi shekilli ukam. Kelingda mana bunaqa oshxona bob setkalarim kelgan ukajon. Mana. Bular hammasi oshxona bob. Ko'p mijozlarimiz keladi-da, bizga oshxonaga parda kerak-ku, bunaqa qilmayapman deganlar uchun mana bunaqa setchni gifyurli pardalarimiz bor mana. Bularning bunaqa jemchuqlilari ham bor ukajonim, mana ko'rsating. Narxlari-chi aka? Xo'p, narxlarni tushuntirib o'taman ukam. Xo'p, 1 metri, xo'p, bularimiz 45 ming so'm 1 metr. 1 metr 45 ming so'm. Xo'p, buni narxdan boshlamaningizga qimmat deb o'ylagan. Yo'q, endi men prosta o'zi ko'rishsa-yu, kelsa o'zi narxi bizda korxona narxida. Biz boshqalarga o'xshab pardani reklama qilib ketavermaymiz. Mana bizda o'zi narximiz o'zi bilan narx turibdi ukajonim mana. Ko'ring uka mana. Shunga qarab aytib berasiz. Bu 47.200 so'm bu. Ha? Bizda mana har bittasini narxlari yozib berganmiz mana ukajonim mana. Hammasini narxi bor ukajon mana. Bularni ham ko'ring mana. Bular ham yangilik ekan. O'ta chiroyli narsalar bular. Bular ko'proq oshxonalarga naqalay qilishyapti. O'ta chiroyli chiqyapti ukajonim. Endi uka kelaveradi uka mana. Adnatonning tullarimiz bor. Bular hozir rassa trendda ketyapti ukajonim mana bu ko'ringlar. Bular Adnatonnilardi mana qarang ukam. Bambuklarimiz bor. Ben tanishtirib o'taman, Adnatonnilar bambuklarni metr 39.800 so'mdan sifati a'lo, bo'yi 3.30 bo'ladi uka. Ha, baland uylarga, hozirgi uylarga ham zo'r. Eng qizig'i bizda shularning ham narxi zo'r. Tayi mana qarang, tayi anaqalik magizli bo'ladi. Qarang mana. Turganda zo'r turaveradi uka mana.
Bular ham sochniy bo'ladi, ukajonim. Eng qizig'i Do'kon kattaligini ham bitta videoda sig'dirib olib ko'rsatib berish ham juda qiyin bo'ladi. uka ezilib ketilinyapti. Qarang mana, bu tullarimizni ko'ring, mana qarang, sochniy tullar hammasi. Bunimiz 50 ming so'm, bunimiz 65 ming so'm, ukajonim. Xo'p, bularni mana men adnatonilar turlarini ko'ring, uka, mana qarang, rasetkalarni. Eng so'ngilari, uka, bularni bo'ylari 3 metrdan bo'ladi, ukajonim. Bular 69 ming so'm bo'ladi, ukajon. Endi bular rostdan arzon bo'ladi, shunday. Ukajonim, sifatiga gap yo'q, narxiga bexijolat. Bemalol misol men narxini ko'rsatyapman. Bizda shunaqaki, uka, men tovarni reklama qilyapmanmi, narx turibdi, uka. Rasmga olib bemalol surishtirib ham kelinaveradi. Bizda shunaqa xususiyati bor. Bitta tovarni arzon sotib, ikkinchisini qimmat sotib olish unaqa narsa yo'q, uka. Bemalol kelinaveradi, uka. Bir xil joylarda shunaqa holatlar ham bor-da. Mana shu 69 70 ming narsa bo'lsa 30 mingdan beraman deb yarim narxi ziyoniga berib turib, u tomoni tovarni qimmat sotib olish, u tomoni 100% to'g'ri. Bizni sohaga nimaga ham bunaqa deydigan bo'lsangiz, yo'qda bu mahsulotlarni uzoq muddatda olinadigan mahsulotda. Misol nonda shakar narxini siz bilasiz, menmi? Kunlik ehtiyojli. Lekin parda sohasida unaqa emas. Keyin shunaqa pardada ham baribir bitta olgan odam 10 xil, 15 xil kirasi 20 xil narsa oladi. Bir xil shu bilan parda tikilib olmaydi. To'ppa-to'g'ri. Bu narsani endi bitta narsaki, men bitta mijozga keladi, mijoz kelsa, buni ko'rsataman, buni ko'rsatib turib, narxi mijoz aytgan narxda beraman, lekin qolganini o'zim aytganda beraman. Dishadi boshqalar. Bizda unaqa narx bor, bizda hammasi narxi yozilgan. Uka, yuring, men aksessuarlarni tanishtiraman, uka. Bu pardalarga mos har xil aksessuarlaringiz ham bor. Bor, uka, bor. Qochmang, biromaga keling, tili. Mana shunaqa aksessuarlarimiz bor, ukajonim. Eng qizig'i, bularda endi hozir yangiliklar keyin to'g'rilayapmiz, uka. Mana aksessuarlarimiz ham hammasidan metr pachkalari bor, uka. Mana yangiliklari bor, uka, mana. Hozir ko'rsatgan pardalaringizga hammasiga mos aksessuarlari kelgan. Har bittasiga misol bu aksessuarlarda ko'proq endi vibr qilishga ulgurmaymiz. Buni vibr assortimenti ko'pda. Buni joyimiz yetmaydi. Bu mayda chuyda-da. Shuning uchun ko'proq ehtimol chevallar bilan aqlamiz. Ko'rasiz, mana baqa keling, uka, mana yangilik bo'lganlarimizdan ko'ring. Mon qarang, uka, olmaga o'xshagan bo'lib olib kelib berganman, uka. Nima deydilar bunga? Tishlab yeb bermasiz bo'ldi, uka, mon qarang. Chiroyli narsalar ekan. Go'zal. Bular oxirgi so'ngilaridan, ukajonim. Mana bular hammasi mana yangiliklar, mana. Bizda, uka, har bittasi narxini ko'rsatib o'tirman. Hammasi korxona narxida. Albatta, o'zi uka mo'la bor-ku bular. O'zi narxini aytmasam, shu bozor ham, boshqa joy ham o'zi his qilishadi narxini. Nimagasi biladi hech kimda yo'q-da bular. Narx ham berishalmaydi, boshqa narsa ham qilishalmaydi. Kim o bobollarni ham ko'ring, uka, assortimentini mana, uka. Yangilik narsa. Yangi, eng qizig'i bular hammasi komplekt bo'ladi, uka, mana. Buni o'zini dvigatellari bilan hammasi o'zini komplekt bo'ladi, ukajonim. Keyin, uka, keling baqa. Bu yerda siz yangilikni yomoni bor, uka, men qarang, uka. Nima deb o'ylaysiz buni? Nima deb o'ylaysiz buni? Lustrani Svetini deb o'ylayapman. Svetini, u pardaga ishlaydigan narsa, ukajonim. Ser laqani ko'ring, uka, men qarang. Svet yonmaydimi ish qilib? Ya, bu svet endi uyda yonadi, staniyda yonadi bu svetlar, ukam, tili. Bular mana shunaqalar doim bizga shunaqa yangiliklar ko'p kelib turadi, ukam. Ko'rsangiz bo'ladi, assortimenti o'ta ko'p, uka, bexijolat. Eng qizig'i bularda hammasidan bor. Hali misol, bu obrazetsga qo'yib berib turib. Boshqa do'kondan olib chiqib qo'yib bermagansizlarmi? Bitta do'kondan olib sotaman. Obrazetsga qo'yib berib turib, sklatdan olib chiqib beradigan narsa bo'lmaydi, ukajon. Har bittasi shetda. Har bittasi shetda bo'ladi. Xudo xolasa shu muomilali Hasanbek har doim sizlarga kutib oladilar. Do'konni mazmunini tushuntirib beramiz. Endi shunaqa keng assortimentdagi eng katta do'kondan bemalol kelib pardalar, adolatli korxona narxlarida olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, pardalarni qaranglar, yana bir qator sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir ko'rsatmagan radlarimiz, bu qatordagi pardalarimizni ko'rsatalmadik. Bu tomonda tayyor holatda sizlar kelishlaring uchun ilib qo'yilgan holatlari bo'ladi. Ana bu tomondagi pardalarimizni ko'ringlar. Do'konda odam yo'q ekani deb o'ylamanglar. Hozir savdodan bo'shaganimizda soat mana 7 dan keyin 8 ga yaqin do'kondan ketishimizdan oldin olyapmiz. Do'konimiz Marg'ilon shahar, Farg'ona, Marg'ilon shahar Kombinat bozorida joylashgan. Ko'pchilik yozyapti. Javob qila olmayapmiz. Kombinat bozoriga mana zapravka tomon bilan kirganlaringda Chayuki Xitoylar magazini bor. Shuni o'tganlaringda Zamzam, eski Zamzam binosining o'rnida tepada katta qilib Fargiz bukalarimizni yozib qo'yib qo'yganmiz. Shu do'kon mana birinchi qavat bemalol kelib shu Fargiz do'konimizdan adolatli korxona haqida pardalar xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Yandex yoki Google kartadan manzilimiz kirsalaringlar Fargiz parda deb yozsalaring xudo xolasa chiqardi. Barchalarni kutib olamiz. Pastda raqamlarimizni ham qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib to'liqroq lokatsiya haqida, parda haqida nimaki muammo bo'lgan bo'lsa so'rab aloqaga chiqishlaring mumkin. Hasanbek ham sizlarga kutib oladilar. Sog' bo'linglar. Ketamiz, ukajonim.